Hop, assalomu alaykum hammaga. Uzr ming bor texnik nosozliklar uchun. Hop. Bizda asosiy maqsad bugungi vebinarimizdan Germaniyaga konsultinglarsiz ketsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buni hamma savollarga bugun Xudo xolasa javob berib o'tamiz. Birinchi, men ismim Abdujabbor Do'stambek va men Edzon o'quv markazida o'qituvchi va chet elga chiqish bo'yicha mutaxassis maslahatlarni berib boruvchi xodim bo'lib ishlayman. Hop, Germaniyaga ketishning asosiy dasturlari bilan avvalambor birinchi bo'lib tanishib o'tamiz. Undan so'ng ham har qanday savollarga javob berishni boshlaymiz. Hop, Au-pair dasturi, Efficiot dasturi, Ausbildung, Studium va master, ya'ni magistratura va Fachkraft, ishchi viza bo'yicha ketishlar bo'yicha bugun tanishib o'tamiz. Hop, Au-pair dasturi qanday dastur? Au-pair avvalambor 18 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, bunda siz nemis oilasiga borasiz va nemis oilasida farzandiga aralashasiz, ya'ni yordam berasiz onasiga yoki otasiga va buning uchun siz Germaniyada yashash huquqini qo'lga kiritasiz. Sizning asosiy maqsad qanday qilib o'zim keta olamanmi? Albatta keta olasiz. Bunga to'g'ri yondashsangiz va to'g'ri yo'l tanlay bilsangiz bo'ldi. Shuningdek, avvalambor Germaniyaga ketishda eng kerakli hujjat nemis tilida o'qiyotganlar yaxshi biladi. Lebenslauf, ya'ni o'zi haqida ma'lumotnoma. Nemischa, inglizchasiga CV deb ataladi. Xo'p, motivatsion schreiben, ya'ni motivatsion xat. Va siz bolalar bilan yaxshi kelisha olishingiz haqidagi, ya'ni jiyanlaringiz yoki qayerdadir ishlagan bo'lsangiz, bog'chada yoki maktabda rasmlar, ya'ni bolalar bilan birga tushgan rasmlar kerak bo'ladi. Asosiy siz Germaniyaga ketmoqchi bo'lgan dastur, ya'ni Au-pair bo'yicha ketmoqchi bo'lsangiz, buning minimum darajasi A1 daraja hisoblanadi va bu 19 paragraf viza bilan ketiladi. Ya'ni vizangiz paragrafi 19C bo'ladi. Siz qanday qilib Au-pair dasturini o'zim topa olamanmi degan savolingizga albatta topa olasiz. Buning uchun eng katta sizga yordam beradigan app, ya'ni programma sizga Facebook bo'ladi. Facebookdan siz Au-pair Gastfamilie yoki Au-pair in Deutschland yoki in Germany deb yozsangiz chiqib keladi va bunda ko'plab nemis oilalari o'ziga ketlik kandidat, ya'ni qizlarni qanday bo'lish kerakligi haqida yozib beradi, e'lonlar beradi va siz bunga beverman qilasiz, ya'ni ariza topshirasiz. Men qiziqyapman, iltimos hechkaga yozing yoki shunga o'xshash gaplar bilan qiziqtirib o'zingizga yozsangiz bo'ladi va o'zingizni sahifangizda, ya'ni Facebookdagi sahifangizga o'zingiz rasmlaringizni joylab, men oila qidiryapman deb yozsangiz, ba'zida oilalar o'zi siz bilan bog'lanishi mumkin bo'ladi. Bu eng optimal variant hisoblanadi. Xo'p, keyingisi Ausbildung dasturi. Ausbildung biz bilamizki, o'zbekchasiga tarjima qilganimizda kollej bo'lib keladi va bu 16D viza bilan ketiladi. Ya'ni 16D viza ham bu milliy viza hisoblanadi. Lebenslauf, motivatsion, maktab yoki diplom, ya'ni universitet yoki kollej diplomlarining chet tilida tarjimasi kerakli hujjatlardan va chet elga chiqish pasport. Va biz bunga eng kerakli saytlardan terib oldik. Ausbildung.de, ya'ni Germaniyadagi Ausbildungchilar, ya'ni ish beruvchilar barchalari o'zida vakansiyalar bo'lsa shu saytga joylaydi va siz onlayn beverman qilib, ya'ni ariza topshirib suhbatda qatnashishingiz mumkin bo'ladi yoki Bundesagentur für Arbeit.de. Bu eng katta sayt hisoblanadi. Germaniyaning barcha turli xil burchaklaridan ish beruvchilar o'zining vakansiyalarini bu saytga ham joylaydi va bu eng ishonchli saytlardan hisoblanadi. Xo'p, qanday qilib bu saytlarni topaman? Ausbildung.de Google ga yozasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan yo'nalishni tanlaysiz. Shahar yoki viloyat, har xil joylarni tanlab turib, o'ziga kerak bo'lgan yo'nalishni tanlasangiz, ichidan chiqib keladi. Masalan, hotel sohasida yoki mexatronika sohasida yoki meditsina sohasida qiziqadiganlar bo'lsa yoki lager, verkaufer, ya'ni sotuvchilik sohasida bo'lsa, shu sohalarda ichiga kirsanglar, qayerda ish beruvchisi kim va ularning kontaktlari turadi. Emailiga kirib turib, emailda kerakli hujjatlarni siz asosiylarini, ya'ni Lebenslauf, motivatsion va sertifikatingizni jo'natasiz. Nemis tilidan Ausbildung ketish uchun albatta bilamizki, kamida B1 sertifikat yoki B2 sertifikat yo'nalishga qarab kerak bo'ladi. Va siz emailda to'g'ri beverman qila olsangiz, emailiga to'g'ri ariza topshirib, ya'ni xat yozishni bilsangiz, birinchi o'rinda xat yozish, ya'ni email yozish, rasmiy email yozish hisoblanadi. Shu emailda to'g'ri yozsangiz va siz ish beruvchi shu emaildan sizni tanlab olsa, sizga suhbat belgilashi mumkin. Suhbatdan o'tgandan keyin albatta shartnoma jo'natadi. Shu shartnomani olib turib, keyin elchixonaga topshiramiz. Xo'p, elchixonalar bilan keyinchalik tanishib o'tamiz. Xo'p, Studium, ya'ni 16B viza bakalavr yoki magistratura uchun hisoblanadi. Bu dasturlarimiz. Xo'p,
Agar hozirda biz bilamizki O'zbekiston ta'lim sistemasida, ya'ni ta'lim tizimida 11 yillik sistema bo'lib o'tadi. 11 yillik tizim va bu 11 yillik tizimda o'qiganda Germaniyada albatta student kollej bilish shart bo'ladi. Chunki Germaniyaning ta'limi 12 yillik ta'lim hisoblanadi. Biz bu 1 yil to'ldirish uchun Germaniyada o'qishga tayyorlov, ya'ni universitetga tayyorlov, student kollejni o'qishimiz shart va buning uchun bizga kerak bo'ladi. Avvalambor yana aytib o'tamiz, Lebenslauf asosiy narsa 13,000 euro bank shoti kerak bo'ladi. Buni Germaniyaning bankiga qo'yamiz. Xo'p, Koreyaga o'xshab qo'ysa bo'ladimi? Ya'ni spravkasini olib turib, pulni yana yechib olsa bo'ladimi? Yo'q, unday bo'lmaydi. Faqatgina siz Germaniyaning bankiga qo'yasiz va bu sizga oyma-oy 1 yilga hisoblab turib, 13,000 eurongizni 1 yilga bo'lib turib sizga qaytarib beradi. Oyma-oy sizga taxminan 1050 eurolardan to'g'ri keladi. Xo'p, motivation schreiben. Albatta motivation schreiben va maktabni tugatganlik haqidagi attestatingizni nemis tiliga tarjimasi kerak bo'ladi. Agar siz O'zbekistonda universitetda o'qib turib 12 yillik ta'lim to'ldirgan bo'lsangiz yoki kollejda to'ldirgan bo'lsangiz, bu kollej yo'nalishingizga qarab, qaysi yo'nalishda o'qigan bo'lsangiz, shu yo'nalishga qarab siz Germaniyada universitet saytidan tasdiqdan o'tishingiz shart bo'ladi. Ya'ni siz tanlaysiz, masalan, Berlindagi, Myunxendagi yoki Hamburgdagi o'qishlardan birini tanlaysizda va bu yo'nalishda qaysidir yo'nalishga kirmoqchisiz. Siz O'zbekistonda o'qigan yo'nalishingiz to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni universitet sizga tasdiqlab beradi. Universitetdan olgan hujjatingizni keyin общий hammasini, ya'ni sertifikatlaringiz bilan birga yig'ib turib, keyin universitetga jo'natasiz. Germaniyaning universitetlarining ajoyib bir tomoni bor, imtihon bo'lmaydi. Ya'ni hujjatlar to'g'ri kelsa, til darajasi yetadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri kirishingiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, albatta bunga kerakli hujjatlar Lebenslauf, aytib o'tgandek 13,000 euro bank shoti, motivatsion va attestat tarjimasi. Xo'p, magistratura qanday bo'ladi? Magistraturaning minimum B2 yoki C1, C2 sertifikatlar yo'nalishga qarab so'raladi. Magistraturada faqatgina nemis tili emas, ingliz tili bilan ham qilishingiz mumkin bo'ladi. 6,5 yoki 7 IELTS bilan. O'z istagan yo'nalishingizga va istagan shaharingizga. Magistratura bakalavrchalik unchalik qiyin hisoblanmaydi. Lekin bakalavrda ham, student kollejda ham, magistraturada ham sizga blokshot kerak bo'ladi. Xo'p, Fachkraft vizasi 18A, 18B. Ya'ni bu diplomni yo'nalishiga qarab viza turlari hisoblanadi. Xo'p, eng kerakli hujjat sizga faqat, ya'ni ish topishingiz uchun SAP diplomingiz. Ya'ni Germaniyada sizning diplomingiz O'zbekistonda o'qigan universitetdagi diplomingiz tan olinadimi, yo'qmi? Buni SAP tasdiqlab beradi. Va Lebenslauf, motivatsion va sertifikat kamida B1 yoki B2, bu ham yo'nalishga qarab, balkim C1 bo'lishi ham mumkin. Ya'ni meditsinada o'qiydiganlar uchun. Xo'p, bunga qanday qilib ketaman deyishingiz mumkin. Albatta bunga ham bizda Bundesagentur für Arbeit.de sayti yordam beradi yoki monster.de, Indeed yoki Steptons, monster.de, ya'ni bu yo'nalishlar, ya'ni bu saytlar sizga yaqindan yordam beradi. Albatta ish beruvchilar o'zining vakansiyalarini bu saytlarga joylab boradi va sizning to'lagan diplomlaringiz, motivatsiyalaringiz, asosiysi Lebenslaufingizga qarab tanlab olishi mumkin. Sizga email yozsa, agar siz email orqali beverib o'qigan bo'lsangiz, ariza topshirgan bo'lsangiz, sizga email yozsa, katta ehtimol bilan suhbat belgilaydi. Shu suhbatdan o'tsangiz, sizga shunchaki ish shartnomasini jo'natadi va siz bu ish shartnomasiga qo'shimcha ravishda sug'urta va boshqa hujjatlaringizni tayyorlab elchixonaga topshirasiz. Xudo xolasa keyin viza chiqadi. Xo'p, viza va termin jarayonlari, adashmasam bu hammaga qiziq bo'ladi. Qaysi yo'nalishga qayerda termin olinadi? Biz bilamizki, Germaniyada Germaniya elchixonasi ikkiga bo'lingan, ya'ni TLS oldingi viza metrik va elchixonaning o'zi. Xo'p, TLS kontakt. Bu Google'ga kiramiz, TLS kontakt deb yozamiz va shu TLS kontakt sayti chiqib keladi. TLS kontaktda asosan Ausbildung, Studium, Fachkraft va Au pair vizalari beriladi. Ya'ni viza berilmaydi, hujjatlar shu yerda qabul qilinib olinadi. Yana bir yangilik, Fachkraft vizasi yaqinda tasdiqlandi, ya'ni 18A va 18B. Oldingidagi elchixonaning saytida kirib, navbat kutib o'tirmaymiz. Endi shunday kirib, TLS kontakt saytidan kirib termin olishimiz mumkin, ya'ni joy band qilishimiz mumkin bo'ladi hujjatlar topshirish uchun. Xo'p, avvalambor bunga qadam bosamiz. Ya'ni qanday qilib TLS kontakt deb yozamiz va bu yerda bu TLS kontakt Fransiyaning sayti azizlar. Xo'p, Britaniya, Belgiya, Fransiya va Germaniya. Germaniyani tanlaymiz. Germaniyani tanlaganingizdan keyin ichiga kiradi va uchrashuv bron qiling. Uchrashuv bron qilgandan keyin davlatlar chiqib keladi. Qaysi davlatdan topshirmoqchisiz? O'zbekiston tanlaysiz va sizga sayt ochiladi. Xo'p, agar siz saytdan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, registr, ya'ni registratsiya qilasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Agar siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va buni saqlab qo'ygan bo'lsangiz, login bilan kirib ketasiz. Kirganingizdan keyin sizni danlilaringiz, ya'ni ma'lumotlar so'raydi.
asosiysi qizil pasportga olish kerak, ya'ni chet elga chiqish pasportiga. Xo'p, ma'lumotlarni kiritganingizdan keyin siz uchrashuv belgilash sanalari chiqib keladi. Ya'ni mart oyiga, aprel oyiga yoki hozirda mart oyiga ochiq, aprel oyiga hali ochilgani yo'q. Xo'p, mart oyiga belgilagandan keyin 450 ming so'm to'lovi bor. Buni kartadan to'laysiz. Xohlasangiz Paymedan, xohlasangiz Uzcard, xohlasangiz Visa kartadan to'laganingizdan keyin sizni emailingizga ahamiyat beramiz. Germaniyaga ketishda hamma narsa email bilan ishlanadi. Ya'ni emailingizga sizga tasdiqnoma keladi. Shu sanada siz vizametrikdan joy band qildingiz deb. Keyin u emailga kelgandan keyin siz pulni to'laysiz. Agar qo'shimcha xizmatlarni yoqtirmoqchi bo'lsangiz, masalan, telefon xizmati yoki SMS xizmati yoki maxsus xizmatlari ham bor. Ularga pul qo'shilib boradi. Masalan, SMS xizmatini yoqtirsangiz 30 ming so'm qo'shiladi, ya'ni 480 ming so'm bo'ladi. Xo'p, keyingisi Germaniya elchixonasi. Ya'ni biz Teleska emas, endi Germaniya elchixonasiga kiramiz. Germaniya elchixonasida qaysi yo'nalishlarga vizaga hujjat olinadi? Tashkent.diplo.d, Weiterbildung, mavsumiy ish, oila birlashtirish va shunga o'xshash boshqa dasturlarga hali ham Germaniya elchixonasiga topshiramiz hujjatlarimizni va buning uchun albatta bizga nima kerak bo'ladi? Vorabsichtigung yoki sabr kerak bo'ladi. Ya'ni hozirda talablar ko'p bo'lgani uchun Germaniya elchixonasida oylab, kelaversa 1 yillab vizaga o'chirib tutishyapti. Ya'ni hujjatini topshirgani o'chirib tutishyapti. Va bu o'chirtni ertaroq kelishini xohlasanglar, ish beruvchidan Vorabsichtigung degan hujjat bor, ya'ni oldindan rozilik xati. Bu Germaniyaning Ausländerbehördesidan beriladi yoki Arbeitsagenturdan. Buni ham ikki xil turi bor, ya'ni tekini va pulligi. Pulligi 411 euro turadi. Buni 411 euro summani siz uchun ish beruvchi to'lash kerak bo'ladi. Bu ish beruvchi to'lagandan keyin Germaniyaning o'zini shu elchixona saytiga kirasiz, ya'ni sayt tashkent.diplo.d kirganingizdan keyin 81A punkti turadi, ya'ni Vorabsichtigung bilan viza olish, ya'ni vizaga elchixonaga topshirish. Shu saytga kirgandan keyin Vorabsichtigungda raqamlari bo'ladi, registr nomerlari. Shu nomerdan kirib turib, siz o'zingizga joy bron qilishingiz mumkin. Bu 2 haftagacha davom etadi. Xo'p, endi vakansiyalar bilan tanishib o'tamiz, azizlar. Hozirda bizda mavjud vakansiyalar bor. Ya'ni MFA Ausbildung bu meditsinische Fachangestellte deb aytiladi. Hozirda bu hamshiralik o'zbekchasiga aytganda va mehatronika, hotel fachman va fachfrau, ya'ni bu hotel menejerligi, restoran fachman yoki restoran fachfrau. Bu ham restoran menejerligi hisoblanadi. Hozirda Edzonda bor Ausbildung uchun, ya'ni bu yilgi 2026-yil uchun bor vakansiyalar. Xo'p, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat va hozir savol va javoblarga o'tamiz. Xo'p, savol bor odamlar bo'lsa qo'l ko'tarsanglar, dostуп beramiz. Savollar bo'lsa javob berishga tayyormiz. Xo'p, magistratura o'qisa bo'ladimi Germaniyada? O'zbekdagi yo'nalishda. Xo'p, O'zbekistonda yo'nalishingiz bilmayman qanday, lekin albatta o'qisangiz bo'ladi. Agar siz O'zbekistonda yuridический, ya'ni huquqda o'qigan bo'lsangiz yoki meditsinada o'qigan bo'lsangiz, bilasizki, Germaniyada meditsinaning magistraturasi yo'q, lekin yuridическiyligi bor. Bu faqat xalqaroga topshirishingizga to'g'ri keladi. Albatta bo'ladi. Bunga sabr talab qilinadi. Assalomu alaykum. Yoshim 35 da tek bir sertifikat va Ausbildung qilsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Yosh chegarasi aslida yo'q deb aytilgan, lekin O'zbekistondan ketish uchun ming bor uzr, yosh chegarasi bo'lishi mumkin. Chunki 35 yosh nemislar uchun ham sal katta hisoblanadi. Asosan 30 gacha bo'lganlarda bajonidil qabul qiladi. Agar suhbatlardan o'tib, siz shu sohaga qiziqishingiz borligini aniq ko'rsatib bera olsangiz, albatta bo'ladi, iloji bor. Ya'ni yosh chegarasi yo'q aslida. Kollej diplomi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishga ketsangiz bo'ladi. Ya'ni kollej diplomi bilan siz Germaniyada Fachkraft vizasi qanday? Masalan, Fachkraft vizasi uchun 18A, 18B paragraflari bo'ladi. Ya'ni 18A va 18B paragraflari hozirda telekontaktga o'tgan. Telekontaktga kirib turib, siz o'zingizni hujjat, ya'ni pasport daniylaringizni kiritib turib, shunchaki termin olsangiz bo'ldi. Ya'ni bu tasdiqlandi o'zi. Oldingidaqa uzoq kutilmaydi. Ausbildung yo'nalishiga qarab oladi. Ausbildung 900, 950, balkim 1050, balkim 800, ya'ni yevroda oylikda hisoblanadi. Xo'p, sentyabrdan boshlasam hujjatni to'g'rilashni, Ausbildung qachon ketganman? Ausbildung asosan sentyabr, ya'ni avgust-sentyabr oylari yoki fevral oylarida bo'ladi, ya'ni bahorgi va kuzgi mavsumlari bo'ladi. Lekin eng katta naborlar sentyabr oyida boshlanadi.
Ya'ni sentyabr oyida boshlash uchun siz apreldan harakatingizni boshlashingiz kerak. Agar apreldan kech qolsa, bu yog'iga kech degan, ya'ni keyingi yilga qolib ketasiz. Agar sentyabrdan sertifikatlaringizni olishni niyat qilgan bo'lsangiz yoki rejalashtirgan bo'lsangiz, fevralga harakat qilib ketsangiz bo'ladi. Yo'q, B1 bilan foundation, ya'ni student college demoqchisiz adashmasam, yo'q bo'lmaydi. B2 bo'lish kerak kamida, ya'ni 11 yillikda o'qigan bo'lsangiz, B2 sertifikat talab qilinadi. Oper, assalomu alaykum, Oper haqida qaytadan ayta olasizmi? Xo'p, Oper asosan 18 dan 27 yoshgacha bo'lgan qizlarimiz uchun bo'ladi. Bunda siz nemis oilasiga borasiz va nemis farzandini, ya'ni kichkina farzandlarni tarbiyalashga, ya'ni ularga qarashasiz, ya'ni bog'chaga olib borasiz, maktabga olib borasiz yoki bog'chadan olib kelasiz. Kuniga 6 soat ishlaysiz va buning uchun siz 285 yoki 280 yevro miqdorida tashingel deyiladi, ya'ni cho'ntak puli va qo'shimcha 70-75 yevro kurs pulingiz, ya'ni til kurs o'rganishingiz uchun. Ba'zi oilalar bor, offline qilib beradi, ba'zi oilalar online qilib beradi. Va siz 6 oydan 18 oygacha oper qilishingiz mumkin bo'ladi. Operga ketishning eng oson yo'li shu Facebookdan o'zingizga oila topasiz, ya'ni o'zingiz saytingizni ochganingizdan keyin osongina ketasiz. Uzog'i 2 oy davom etadi bitta jarayon. Ausbilding uchun bizda hozirda MFA, ya'ni Medicine Fachangestellte bor, hotel bor va mehatronik yo'nalishlarimiz bor. Aka, men turizmda 3-kursman, bitirib magistr qilsam yaxshimi yoki Ausbilding qilsam yaxshimi? Albatta magistr qilganingiz ma'qulroq deb bilaman, yoki turizm yo'nalishi bilan shunchaki ishi ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni turizm Germaniyada rivojlangan hisoblanadi va doim ish bo'ladi. Faqat buning uchun B1 yoki B2 til bilishingiz kerak bo'ladi. Hujjat topshirishlar, Ausbilding uchun hujjat topshirishlar vakansiyaga qarab bo'ladi. Ya'ni biz aprelgacha qabul qilamiz hujjatlarni va aprelning bu yog'iga suhbatlar boshlanadi. Ya'ni suhbatdan o'tganlar shartnomalarni oladi, suhbatdan yiqilganlar yana qaytadan suhbatga tayyorgarlik ko'radi yoki avgustga qolib ketib qoladi. Xo'p, Fachkraft bo'yicha bizda asosan meditsinaga va LKV yuk tashuvchilikka bor. Ya'ni B prava yoki E prava bo'ladigan bo'lsa, avtobus yoki katta yuk mashinalari haydash uchun jo'natamiz. Nemis tili institutiga kirmoqchi bo'lsam, ekzamen O'zbekistonda topshiramanmi yoki Germaniyaga borib berishim? Xo'p, agar siz Germaniyani nazarda tutgan bo'lsangiz, xo'p, Germaniyada universitetlarga ekzamen bo'lmaydi, ya'ni imtihon bo'lmaydi. Shunchaki til darajangiz to'g'ri kelsa va hujjatlaringiz to'g'ri kelsa, shunda kirib o'qiysiz. Consulting xizmatlari necha pul ishga? Xo'p, consulting xizmatlarimiz yo'nalishga qarab bo'ladi va buni lichkaga yozsangiz alohida gaplashamiz. Qachondan boshlash kerak? FCOTga yilning har qanday paytida topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni FCOT unaqa qiyin emas. Lekin A2 yoki B1 darajada bo'lishingiz kerak. FCOTga joy topa olsangiz bo'ldi. Chunki bu FCOT belgilanmagan, bu freiwillige sotsial siyar deyiladi. Ya'ni o'zingiz xohishingiz bilan u yerda ishlaysiz va yordam berasiz, ya'ni parvarishlashga. O'z adashmasam bilasiz nimaligini. Xo'p, student college haqida boshqatdan aytib bera olasizmi? Albatta aytaman. Student college bizda 11-sinflar uchun, ya'ni 11da bitirayotganlar uchun hisoblanadi. Ya'ni sizda 11 yillik ta'lim bo'ladigan bo'lsa, Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri o'qishga kira olmaysiz, chunki Germaniyaning ta'limi 12 yillik. Siz 1 yil o'qishga tayyorlov kursida, ya'ni student college'da o'qishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi o'rinda sizga Germaniyaning bankiga qo'yilgan 13,000 yevro va B2 sertifikat talab qilinadi. O'zingiz xohlagan yo'nalishga B2 sertifikat bilan topshirasiz va imtihon topshirasiz. Student college uchun, universitet uchun emas. Student college'da imtihondan o'tadigan bo'lsangiz, keyin bemalol o'qib turib, student college'da so'gidisini, ya'ni diplomini olgandan keyin bemalol universitet, davlat universitetlariga topshirsangiz bo'ladi. Aytgancha, keyin Germaniyaning hamma universitetlari, ya'ni davlat universitetlari tekin hisoblanadi. Faqatgina semestr to'lovlari bor. Unaqa qimmat emas. Ausbildingga yo'q, A2 bilan ketsa bo'lmaydi. Ausbilding kamida B1 bilan ketish kerak. Maslahatim shu, B1 bilan ketiladi. Chunki u yerda prям ishlaysiz va o'qiysiz. A2 daraja bilan bu imkonsiz. Xo'p, agar bizda savol bo'lishi mumkin, O'zbekistonda kollejda o'qib turib ham student college qilamanmi? Agar O'zbekistonda kolleji siz Germaniyada tan olingan bo'lsa, 12 yillik ta'limiga yo'q qilmaysiz. Agar tan olinmasa, siz 9 yillik bilan student college qilishingizga to'g'ri keladi. Bunda ham bemalol qilsangiz bo'ladi. Diplomatikada B1 bilan o'qisa bo'ladimi? Menimcha yo'q. Chunki bu nomi bilan diplomatiya, bunga C1 talab qilinadi. Germaniyaning o'zining universitetlarini, har bir universitetning o'zining talabi bor. Buning uchun universitetning o'zining saytiga kirasiz va bu Ausbilding Germaniyaning universitetlarining saytiga kirganingizda sizda saytda talablari turadi. Ya'ni Yevropaliklar uchun talablar, Germaniyaliklar uchun talablar va Außer EU deydi. Ya'ni
Yevropadan tashqari davlat, uchinchi davlatlar uchun talablar, ya'ni bu biz hisoblanamiz, O'zbekiston yoki boshqa davlatlar yani. Bularga B1, B2, C1, C2 talablari qo'yilgan bo'ladi. To'liq hujjatlarni siz o'zingiz topshirmoqchi bo'lgan universitetlarning saytidan kirib, bemalol hech qanday konsaltinglarsiz topshirsangiz bo'ladi. Pleger uchun ham vakansiyalar bormi? Pleger uchun vakansiyalarimiz bor, faqat bunga B1 yoki kamida B1 yoki B2 talab qilinadi. Agar Pleger Ausbildungni nazarda tutayotgan bo'lsangiz B2, agar ishni nazarda tutayotgan bo'lsangiz B1 yoki B2. Xo'p, Efisiot va Auper ikkalasi birga juda ham o'xshaydi. Ya'ni Efisiot va Auperni siz Facebookdan topasiz asosan. Efisiot deb Facebookga yozadigan bo'lsangiz juda ham ko'p kanallari, ya'ni kanallar kelib chiqadi. Shunga kirasiz. Efisiot uchun har xil klinikalar, boshqalar reklama bergan bo'ladi. Shu reklamalarga beverbun qilasiz. Eng oson yo'li Facebookdan topish. Chunki Facebookda ishonchli bo'ladi va ular saytlarni, emaillarni shunday yozib qo'yib qo'yadi. Xo'p, aprelda agar bizga kerakli hujjatlarni topshiradigan bo'lsangiz, avgust o'rtalari maksimum oxiriga ketasiz, chunki Ausbildungning beruvchilari, ya'ni maktabi avgustdan yoki sentyabrdan boshlanadi. Ya'ni yo'nalishga qarab. Asosan sentyabrdan boshlanadi. O'zlaring elchixona va ish beruvchi bilan bo'ladigan suhbatga tayyorlaysizmi? Albatta tayyorlaymiz. Agar bizga hujjatlaringizni topshirgan bo'lsangiz, biz suhbatda bo'ladigan ehtimoliy savollar, aniq savollarni biz bera olmaymiz, chunki ish beruvchini o'zi biladi qanaqa savol. Taxminiy qolgan bo'lib o'tgan suhbatlardan olib bo'lishi mumkin bo'lgan savollarga tayyorlaymiz va suhbatda o'zini qanday tutish kerak, qanday asosiy narsa bilasizlar, nemis tilida Augenkontakt, ya'ni ko'z kontakti bilan bemalol suhbatda o'tirish hisoblanadi. Assalomu alaykum do'stlar, Ausbildung topshirish hujjati qaysi paytda ayni avjida bo'ladi? Ausbildungga topshirish hujjati o'sha avjida, chunki aprelgacha maksimum qabullar davom etadi-da, u yog'iga suhbatlar va viza jarayonlari bo'lgani uchun avgustga ketiladi. Shuning uchun hozir avjida, ya'ni fevral-mart oylari. Ausbildung uchun ish beruvchidan asosiy hujjat, ya'ni shartnoma, Vertrag olishingiz kerak bo'ldi. Xo'p, to'g'ridan-to'g'ri ish topsa bo'ladimi yoki Ausbildung qaysi saytlardan topsangiz bo'ladi? Ausbildung topishim Google ausbildung.de yoki bundesagentur.d qilib yozasiz. Bu yerda Ausbildung kelib chiqadi va Ausbildungning turli yo'nalishlari. 100 dan ortiq yo'nalishlar o'ziga xohlagan yo'nalishingizga kirib turib, ichiga kirsangiz, ish beruvchining nomi, firmaning nomi va ish beruvchining kontaktlari, emaillari, telefon nomerlari, WhatsApp nomerlari hamma narsa turgan bo'ladi. Shu asosan emaildan bog'lanadi. Nemislar kerakli hujjatlaringizni nemisning, ya'ni ish beruvchining emailiga jo'natasiz. To'g'ri beverbun qilishingiz kerak. Eng katta xato bizda noto'g'ri beverbun hisoblanadi. Ya'ni siz ish beruvchiga norasmiy xat yozishingiz mumkin yoki rasmiy xatni ham to'g'ri yozmasligingiz mumkin yoki Lebenslaufda xatolik bo'lishi mumkin yoki motivatsion shraybinda xato bo'lishi mumkin. Siz ish beruvchiga ko'rsatib bera olishingiz kerak. Ya'ni siz imminni shu sohaga qiziqishingiz bor va kelajagingizni shu soha bilan ko'rayotganingizga u ishonishi kerak. LKVga vakansiya bormi Ausbildung? Yo'q, hozirda bizda LKV uchun ishga vakansiya bor, lekin Ausbildungga vakansiyamiz yo'q. Asosiy vakansiyalarimiz bizda meditsina, mexatronika, mehmonxona va restoran. Xo'p, student kollejga albatta o'zingiz ham qila olasiz. Hech qanday konsaltinglar, chunki hozir aytib o'tganimdek, student kollejga ham B sertifikat olganingizdan keyin o'z universitetni tanlaysiz va universitetdan siz sulasting olishingiz kerak. Ya'ni bu sulastingni sizdan emaildan, ya'ni o'sha universitetning emailidan yozib turib, dostуп olsangiz bo'ldi. Shu hujjat bilan elchixonaga kirib, elchixonadan vizani bemalol olib chiqasiz. Student kollej yoki universitetga kirish aslida konsaltinglar juda ham oson. Faqatgina saytlarni to'g'ri bilib va saytlardan to'g'ri foydalansangiz bo'ldi. Xo'p, motivatsion shraybin qanchalik muhim Ausbildung uchun? Albatta juda ham muhim. Eng kerakli narsa bu bitta Ausbildung uchun emas, elchixona uchun ham muhim, chunki sizning motivatsion shraybiningizni ish beruvchi ham o'qiydi. Nima uchun bu Germaniyaga kelmoqchi? Nima uchun bu shu sohani tanladi? O'zini qanday ko'radi bu? O'zi qiziqishi bormi bu sohaga yoki kelib boshqa sohaga o'tib ketadimi degandek gap. Bu eng kerakli hujjatlardan birinchi o'rinda turadigan hujjat hisoblanadi. Motivatsion bilan Lebenslauf. Hotel, restoranga ishga to'g'ridan-to'g'ri ishga ketsa bo'ladi. Albatta, hotel va restoranlarga to'g'ridan-to'g'ri ishga ketsangiz bo'ladi, faqat buning uchun hatto hozirda qonunchilikda, Germaniyaning qonunchiligida diplom uncha rol o'ynamaydi deb aytilgan, ya'ni qonunchilikda bu bo'lib o'tgan, bu lekin hotel va restoranga asosan gastronomiya yoki turizmga
yo'nalgan yo'nalishlardan ketish oson bo'ladi va bunga B1 minimum B1 yoki B2 talab qilinadi ishga ketish uchun. Facebookdan agar siz Auper nazarda tutayotgan bo'lsangiz, Auper gaz familiya deb yozasiz. Agar Efisiotni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, Efisiot qilib yozasiz, o'zi chiqib keladi. Har xil kanallari o'zini shulardan eng ko'p obunachisi bor kanallarga kirasiz va bu yerda har xil vakansiyalar turgan bo'ladi. Tafriqda Germaniyadagi ish beruvchi tajriba so'raydi. Misol uchun bir sertifikat bor, lekin tajriba yo'q, lekin tajriba bor, lekin sertifikat yo'q. Darajada o'qiydigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri suhbat orqali ketsa bo'ladimi? Xo'p. Germaniyada albatta ish beruvchi tajriba so'raydi va so'ramaydiganlari ham bor. Agar ish beruvchiga tajribali ish kerak bo'lsa, albatta so'raydi. Va sizning til bilimingiz aslida ish beruvchi uchun faqatgina shprexen, ya'ni gapira olishingiz, tushuna olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni gapira oldi, tushuna oldi degani qolganini ham yaxshi, ya'ni shraybani yoki lezinni ham yaxshi ishlaydi degani. Xo'p. Aslida ish beruvchingizga ochig'i sizning sertifikatingiz kerak emas. Bu sertifikat xuddi pasportga o'xshaydi, ya'ni sizning til bilishingizni tasdiqlaydi. Bu sertifikat asosan elchixonaga kerak bo'ladi. Ya'ni elchixona sizga suhbat qilmasdan shunchaki til bilishini ismingiz uzr Alisher ekan, Alisher tilni bilar ekan deydi va ishonadi sizga. Lekin agar siz til darajasi yetadigan bo'lsa, ish beruvchi aytishi mumkin. Ya'ni hujjat qilib beradi. Menga buning til darajasi yetadi deb turib ish beruvchidan hujjat bor, shunaqa tasdiqlab pechatlangan hujjat bo'lsa va sizga buni ish beruvchi jo'natsa, shu ish hujjat bilan sertifikatning o'rnida elchixonaga topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni sizdan sertifikat talab qilinmaydi. Xo'p. Yana qanday savollar bor? Xo'p, viza chiqish ehtimoli qanday Efisiotga topshirsak? Agar siz Efisiotga topshiradigan bo'lsangiz, viza chiqish ehtimoli har doim 100% ga bo'ladi, chunki qachon chiqmaydi viza? Agar siz qidiruvda bo'lsangiz, sudlangan bo'lsangiz yoki chetga chiqish taqiqingiz bo'lsa, qanaqadir jinoyat qilgan bo'lsangiz chiqmasligi mumkin yoki hujjatlaringiz soxta bo'lsa chiqmasligi mumkin. Agar hamma hujjatlaringiz to'g'ri bo'lib turib, oyliklaringiz yetadigan bo'lsa, bemalol viza chiqadi. Vizani chiqmaslik paragraflari bor o'zining. Shu paragrafga qarab nima uchun atkaz olganingizni bilsangiz bo'ladi. Ya'ni viza chiqmadi degan narsa pasportingiz bilan bir taraf qog'oz keladi. Ya'ni nima uchun vizang chiqmadi degan narsa petitsiya bilan keladi. Shu paragrafdan bilsangiz bo'ladi. Va yana shu sohalarda ishga borsa oyliklar qanday bo'ladi? Xo'p, hozirda Germaniyaning eng kam ish haqi oyligi soatiga 13 euro tashkil qiladi. Bu aynan gastronomiya, ya'ni mehmonxona yoki restoran sohalari bu kam oylik ish haqi hisoblanadi, chunki bular ishi unchalik qiyin emas. Germaniyada industriya, ya'ni ishlab chiqarish sanoat sohalarida sal ko'proq oylik bo'ladi. Minimum 14 yoki 15 eurodan boshlaydi oyliklarni, lekin gastronomiya 13 eurodan boshlaydi. Buning asosiy sababi albatta restoranda yoki mehmonxonada ishlasa, tringelt, ya'ni chivi bor, tushumlari bor, shuni hisobiga sal kamroq hisoblanadi va Germaniyada bilasiz 8 soat ish va qo'shimcha yana 20 soat qo'shimcha ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni mini job yoki sayt ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, vaqt takror vizaga topshirgandan keyin qanchada chiqadi? Viza har xil chiqyapti hozirgi kunda. Kimdir 1 oy kutyapti, kimdir 2 hafta, kimgadir 3 kun chiqyapti. Buni elchixonadan boshqa hech kim ayta olmaydi qanchada chiqishini. Minimum maksimum 45 kungacha chiqadi, lekin 45 kun srogi bor o'zini. Efisiotga ham ayni paytda vakansiyamiz yo'q, lekin harakat qilib topshirib beramiz. Agar hech qanday savollar yo'q bo'lsa, kattakon rahmat. Savollar bo'lsa shu kanalda izohlarda yozib qoldirasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xo'p, oxirgi odam yozyapti. Xo'p, LTV vakansiya ochilish ehtimoli bormi agar qattiq harakat qilsa? Albatta LTVga ochiladi, xudo xolisa. LTV adashmasam Ausbilding nazarda tutyapsizlar. Ausbildingga LTVga qilib bera olamiz, lekin dali momentda vakansiyamiz yo'q. Hammaga sog'lik, salomatlik va Ramazon oylarini yaxshi o'tkazib olishingizni tilayman. Rahmat katta.